Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandingiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Demak, davlat madhiyasini aytib bering. Serquyosh yanaydi. Qurilgan. Qurilgan Iya, bilmaysizmi? Bilmayman. Ha, biling-da, keyin safar yodlab keling, bo'ptimi? Men hammasini yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'rarmidingiz? O'tiring chiqani. Serquyosh. Qurilgan erga baxtdan. Sen o'zing do'stlarni yo'ldosh. Mehribon, mehribon. Barakalla, qoyil. Keyin safar yaxshilab yodlab kelasiz, ha? Uni bilmayman. Nimaga? Yodlamaganman. Keyin safar yodlab kelasiz, ha? Bo'ptimi? O'zbekiston. Yo'q, serquyosh bor, qo'shani aytib bering. Serquyosh ulqungan elga baxtniyat. Serqizing o'zing do'stlarga yo'ldosh. Mehribon, mehribon. Barakalla, qoyil. Oyi sizga biron nima deganda esingizdan chiqib qolsa nima bo'ladi? Oyim aytadi yana. Yana esingizdan chiqib qolsa. Undan ham aytadi. Yana esingizdan chiqib qolsa. O'zim bilaman. Shu o'zingizga kerakli bo'lgan narsani qanaqa qilib eslab qolasiz miyangizda? Oyim aytadilar. Oyingiz aytgan gap qanaqa esingizda qoladi? Shunaqa qilib Qanaqa? o'ylayveraman, aytaveraman. Keyin sizda qolib ketadi. Esimdan chiqmaydi. Yo'q, mabodo esingizdan chiqib qolsa nima bo'ladi? Oyimdan yana so'rab dedim. Oyingiz urishmaydilar? Yaxshi, qoyil. O'shaylar. Anaqa keyin oyimlardan yana so'rardim qaytib. Nima? Masalan, o'zingizga kerakli narsani qanaqa qilib eslab qolasiz? O'zimga kerakli yanada qolib ketadi u narsa. Sizchi? Menda uyga kirib ketaman. Misol uchun topishganim kerak bo'lsa, uyga ichkariga kirib ketaman. Keyin qarasam, qanaqa keyin topishganimga qarasam esimga tushadi. Meni esimdan chiqib qolmaydi. Esingizdan chiqib qolsa-chi nima bo'ladi? Esimdan chiqib qolsa, e'tirof qilaman ishlarni. Sizlarda nima bo'ladi? Mana oyijon bitta gapirganlarda aytganlarni qilib esimizdan chiqarmaymiz. Qanaqa qilib shu narsa esingizdan chiqmaydi? Qanaqa eslab qolsa bo'ladi? Bizda boshlanma. Men aytganlarni tezda qilib yuboraman. Mana. Esdan chiqib qolmasligi uchun, ha? Juda ham yaxshi. Timsoqqa tishi og'rib qolsa nima bo'ladi? Qanaqa davolashadi uni? Odam kelib davolaydi. Qanday qilib odam yeb qo'yadi-ku? Yeb qo'ymaydi. Odam prosta davolaydi. Shundan keyin tishini oladi, qo'yadi. Kim bo'ldi? Tish og'rimaydi. Timsoq yeb qo'ymaydi uni. Qo'yil, yaxshi timsoq ekan. Timsoqlarning doktori. Qanaqa qilib davolaydi u? Chunki tishini anaqa ochadi, qilib olib, keyin yana qo'yib qo'yganidan keyin yana ishlab ketadi. Xo'p, Marjona, tasavvur qiling, katta bo'lib ketdingiz. Uyga sig'maydigan darajada. Nima qilasiz shunaqa paytda? Shunaqada bilmayman. Ko'chada yashaymanmi, boshqa uyda yashaymanmi bilmayman. Mana? Ha, juda katta bo'lib ketdingiz. Boshqa uyga ko'chada. Boshqa uyga ham sig'masangiz. Dom bilan bir xil bo'lsangiz, tasavvur qiling. Akamlar katta bo'lib ketganimda, katta uy zakaz qiladi dedim, yomon katta. Shundan keyin nima? Shundan keyin sig'at dedim. Ha, o'sha uyda yashagan bo'lardingiz, ha? M harfiga 7 ta ism aytib bering. Masalan, Madina, yana Madina, Muslima, barakalla. Odina. Yo'q, M harfi kerak. Boshlanish M dan bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5 yutqazdingiz. Oling. Sabina. Yo'q, M harfiga M dan boshlanishi kerak. Madina. Yana. Madina. Yo'q, bitta yetadi. M. Madina.
Rayona. Yo'q, M harfiga kerak. M. M harfi zirafa. Yo'q. M harfiga ism kerak. Boshlanishi M dan bo'lishi kerak. Madina, masalan, Muxtor, yana Madina, Muxtor, Begemot. Begemot ism emas-ku. Oling bittasini. Nima? Rikki mahsuloti. Sizda parazitlarsiz bo'lmaydi. Oyim. Oyingiz ismlari nima? Ha. A? Oy deb chaqiraman. Ismlari-chi? Maydan boshlaydi. M'dan boshlanadi. Ismlarimi? Ha. A, nima o'sha? Oy deb chaqiraman. Yo'q, tushundim. Shu oyingiz ismlari nima? Mahbuba. Mahbuba. Xo'p. Opam. Opingiz ismlari nima? Maydan boshlaydi. Xo'p, nima o'sha M'dan boshlanadi? Ya. Opingiz ismlari sizdan chiqib qoldimi? Bo'pti, boshqasini o'ylab toping endi. M harfiga 5 ta qoldi. 1 2 3 4 5 yutqazdingiz. Oling. Masalan, Muslima, aha, qoyil. Muhayyo. Muhayyo, qoyil. Madina. Madina, barakalla. Mahliyo. Mahliyoni aytdingiz. Masha. Masha, qoyil. 1 2 3 4 5. Oling bittasini. Rikki mahsuloti, ichingizda parazitlar bo'lmaydi. Yutqazdingizmi? Oling bittasini. Rikki mahsuloti. Madina. Yana. Yordam bersanglar bo'ladi bir-biringizga. Men yo'talyapman. Ism M harfidan boshlanishi kerak. Mana birinchisini boshladik. Madina, M harfi. Yeni yo'q. Umida. Umida yo'q, U harfi, M harfiga kerak. Mamamni yeni yo'q. Yo'q. Omina. M harfiga. Mo'mina. Mo'mina, xo'p. Yana. Omina. Yo'q, Omina O harfi. M harfiga kerak. M. 1 2 3 4 5. Yutqazdingiz. Oling, Rikki mahsuloti. Ana, Ichingizda parazitlaringiz bo'lmaydi. Tasavvur qiling, sehrli qalamingiz bor. Sehrli qalam bilan bunday eshikni chizdingiz. U eshik qayerga olib boradi? ko'chalarga boradi. Nima qilasiz keyin? Mazaq o'ynayman do'stlarim bilan. U eshik hayvonot bog'iga boradi. Nima qilasiz hayvonot bog'ida keyin? Ko'raman hayvonlarni. Silayman. Keyin yana ko'raman, silib, ustiga o'tiraman. Hayvonlarni. Qaysi hayvonni ustiga o'tirasiz? Zirafani yaxshi ko'raman. Jirafani. Jirafani qanday qilib ustiga o'tirasiz? Uzun-ku uni bo'yni. Mana beliga o'tiraman. Beliga o'tirasiz. Qoyil barakalla. Qolasa magazin. Yoki binokorga. Akalaringiz oldiga. Ha. Bo'ldi. O'sha uyga kiradi. Uyga. Uyga. Nima qilasiz keyin? Ochib yopamiz. Uyimizga. Juda ham yaxshi. Kuchli shamol bo'lsa nima qilasiz? Men saqib uchib ketaman-da. Men saqibki samolyotga yopishib qolaman. Kelaman o'z-o'zimdan. Qattiqmi? Uyga kirib olamiz. Keyinchi? Uyda o'tiramizda, chiqmay o'tiramiz. 7-qavatda yashaysiz, a? 7-qavatda yer qimillasa qanaqa bo'ladi? Qimillasa, bizda uyimizga ko'chamiz. Qaysi uyingizga? Binokordagimi? Ha. Binokordagi uy nechinchi qavatda? 5. 5-qavatda. Anaqa daraxtlar qimillaydi. Eshik mashinasidan ochilib ketadi. Ochilib ketadi. Keyin barglar to'kilib ketadi. Keyinchi? Yomon bo'ladi. Odam uchirib ketib, daraxtlarni uchirib ketadi. Juda ham yaxshi. Hayotingizdagi eng xursand bo'lgan kuningiz qaysi? Yoz. Nimaga? Nimaga muzdek suv ichaman, basseynlarda cho'milaman, toqqa boraman. Muzdek suv ichsangiz tomog'ingiz og'rib qolmaydimi? Yo'q. Morojniga yesam tomog'im og'riydi. Qoyil barakalla. Tug'ilgan kunim.
Sizcha? Mani odam aylantirishga olib borgan kunlar. Nimaga? Parkda kachelilar uchaman. Tug'ilgan kuningizda. Sizcha? Parkka olib borganlarida odam anaqa narsa yedirali, ichirali. Ayam mashina bergan. Mashina berganlar sizga. Qanaqa mashina? Mototsikl. Voy, buncha zo'r. Kattami? Ha. Bunaqa o'tirib minadiganmi? Ha. Shunaqa mashinangiz bormi? Ha. Qoyil, keyin nima qilgansiz? Keyin ishlatganman uyda. Agar orqaga qaytgim kelsa, ambu orqaga qaytadiganda bossam, sekin o'zim orqaga qaytaman, gazda bossam. Qoyil. Shunaqa mototsiklingiz kichkina bo'lib qolsa, keyin nima qilasiz? Yangi olamiz. Maniki yoz. Maniki emas. Maniki basseyn. Basseyn. Nimaga? Maniki ham basseyn. Nimaga? Çünkü basseyn bor bizda. Basseyningiz bormi? Har kuni qishda ham yozda ham cho'milaveramiz. Ya, mazza, zo'r-ku. Chunki anaqa uyda vannaga suv to'ldirib cho'milaman yozda. Bog'chaga yozda basseyn qo'yishadi bog'chamizga. Qoyil, siz bularnikiga borib basseynda cho'milib kelmaysizmi maza qilib? Cho'milganman? Cho'milganmisiz? Men uyda cho'milganman. Suzishni bilasizlarmi shunda? Ochkini akamni ochkilar nima qiladi-ku? Delfinlar bundoq qilib sakrab ketadi-ku. Mana har kuni shunaqa qo'rardi. Keyin mamla qilib cho'kib ketardi. Mencha akam ochkilarni so'rab turib basseynning ichiga kirib ketardim. Mana o'shada keyin yotardim maza qilib, ko'zimni qattiq yumib, keyin sekin o'tiraman bas. Men chachlatib tashladim vallah. Eng yomon kuningiz qanaqa bo'lgan? Qor yog'ganda masax o'ynayman. Qor yog'maganda ijiqlik qilib yig'layman-da. Nega unday qilasiz? Butun yozni yig'lab o'tkazarkansiz-da unda? Quyosh bor bo'lsa, injiqlik qilaman-da. Qor yog'sa, injiqlik qilmayman. Shamol bo'lsa, injiqlik qilmayman-da. Meniki qish. Meniki ham qish. Meniki qor. Nimaga? Meniki ham qor. Nimaga? Chunki ukam o'ziga qor solgan, keyin men 10 marta qor solganman. Mana 10 marta qor solganman. Tomog'inglar og'rib qolmaganmi? Men bir marta. Tishlarni bir oy tozalamasa nima bo'ladi? Kir bo'ladi-da, keyin mikroblar yopsa kir bo'lib qoladi. Keyinchi? Keyin esa qornimizda bujichalar yuradi. Nimachalar? Buji. Nima degani u buji? Bilmasam. Ayam o'zi aytgan. Gijjalar bo'lsa kerak-da qorinda. To'g'rimi? Qurtlab ketadi. Keyinchi? Ichiga qurt kirib, ichiga ovqatlarni yeb qo'yib, katta bo'lib o'zini yeb qo'yadi. Mana qurtlab ketgan. Nima qurtladi? Meniki teshilib qurtlab ketgan. Nega? Meniki ham teshilib qurtlab. Men ko'p shikolat yeganman. Ana, ko'p shikolat yesa nima bo'ladi? Qurtlaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Ko'p shikolat yeyish kerak. To'ppa-to'g'ri. Farzandingizning ishtahasi yo'q bo'lsa, unda Jeki probiotika sizga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Mittilar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizni mittilar ko'rsatuvida ko'rishni istasangiz, unda quyidagi raqamlar yoki internet tarmoqlari orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.